Shu bir otamni ziyorat qilib ketib keluvdim-da, keyin o'taman. Hozir 1 minut. Assalomu alaykum. Assalom. Aka tuzumsiz? Yaxshi. Otamni qabrlarini suvatishim kerak edi. Shunga vaqtingiz bormi? Yordamlashib yura olasizmi? Vaqtim bor, mayli. Qani qabr oldiga boringlar unda. Mana shu tomonga yuringlar aka. Xo'p. Qabriston ancha o'zgarib ketibdimi aka? Ko'p bo'ldi kelmaganimga. Yo'q, qabriston o'sha, o'zgargani yo'q. Hozir mana shunda akamga telefon qiling. Assalomu alaykum aka. Otamni ziyorat qilish keluvdim. Qabrlar qaysi tomonda edi? Kerilma ketguvchi ko'rkam xo'p. savlating, Bo'pti. dovrug'ing Hozir 1 minut, shundoq. shuhrating, moling davlating. Qanaqa zamonlarga qoldik. O'zini otasini qabri qattaligini bilmasak. Bo'lasan. Rahmat. Aka to'g'ri ketayotgan ekanmiz. Mana shu qabr aka. Qarang, qarovsiz ahvol kelib qopti-yu. Na o'zingizlar kelib tozalab tursanglar bo'lmaydimi buni? Sizni men olib keldim aka. Bo'ldi, tushundim. Tezlashtirib bering bo'ling. Assalomu alaykum. Aka-uka, opa-singillar salomatmisizlar? Mana adamni yo'qlab keldim. Kelib turinglar sizlar ham. Oqibatimiz yo'qolmasin qadrdonlar. Sog' bo'linglar. Joningga har qadam dardlar kelar duch. Uka, Ko'pi betdi. overing, kam ko'stingizga ishlatarsiz. Mayli, rahmat. Meni bu yog'iga tez xabar olgan kelib. Sog' bo'ling. Xo'p. Sog' bo'ling. Yuring, yo'lim bo'lsa tashab qo'yaman. Yo, taksi chaqiruvdim, men 2 kilometr mo'ykaga boraman, qo'yavering. Ay, yaqin ekan-ku, yo'lim ekan. Yuring, olib borib qo'yaman. Mashinalar zo'rku aka. O'zingiznikimi? Mashina o'zimniki. Shu oyda 1 marta, 2 marta shu qabristonga kelib qabrlarni suvash, ko'rko'rlar yordamlashishga kelib turaman. Kibrli bo'lib ketmaylik deb. Kibr sindirar ekansiz-da. Kibr insonni sindiradi. Tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan. Kun kelib tark etar bilagingni kuch.